Qishloqlar nimaga bizani yig'diymi tushunmadim. Xullas yecha olishimiz kerak. Sizlarni kompot masxara qiluvdi. Esingizda bormi? Ha, esimizda bor. Nima demoqchi qishloqlar? Bizlarni masxara qiluvdi kompot. Nima endi? Momamda o'tib ketib qancha bo'ldi ko'p videoga. Yana kompot videoga kanalga qo'ygan bizlarni masxara qilganimizni. Bizlarni lava bilan masxara qilgan cho'salar bizni uxlayotganimizni, bizni tushunmaganimizni, o'tganimizni, bizlarni ustimizdan kulgan. Bilaman, nima demoqchi qishloqi uni ham bizni masxara qilishimiz kerak. Nimaga masxara qilar ekanmiz uni? Bizni prosta masxara qilgani yo'q-ku, bizlarni to'g'rimi qishloqi? U bizlarni uyimizni portlatib yubordi, uni uyida shuning uchun bizlarni masxara qilgan, kompot bekor qilmagan-ku. Mayli, bizlarni masxara qildi, endi biz uni nima qilishimiz kerak? Bo'ldi, qishloqlar tayyormisizlar? Va masxara qilmaslarni bilmadim-ku. Mayli qishloqi, biz ham qo'shilamiz, bo'lmasa rostdan bizlarni masxara qilgan-ku. Nimaga biz uni qilishimiz kerak emas? Nima endi uxlayotganini uyg'otib olamizmi, cho'chitib yuborib? Yo'q, qishloqqa boshqa narsa o'ylatamiz. Man kapot kalavatini olib bitta joyga. Voy, mazza qilib uxlab turdim. Ertalab ham nima tushunmadim, nima bo'lyapti? Nimaga men uyda emasman, tushunmadim. Qishloq qilib, sizlar nima bo'lyapti, nima qilyapsizlar? Ana kapot, xuddi shunaqa reaksiyani kutyapti. Nima deyapsizlar? Qishloq qilib, men tushunmadim. Qanaqa reaksiya kutyapti? Nimaga qochib ketaman? Bir narsa beringlar, menga sinab beringlar. Kapot, qanaqasidan esingda? Mo'min bizani masxara qiluvdi, biz uxlayotganimizda. Esimda bor. Nima qishloq qilib tushunarli. Sizlar qildinglarmi hammasini? Kim qilardi boshqa kompot? Endi bizlarning garimizni keldi sana masxara qilishga. Qishloq qilib yomon bo'pti-yu, lekin bunaqa masxara qotganinglar. Hali yana sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Hali sizlarga masxara qilaman-ku endi. Hali kutib turinglar, bo'tdan chiqib oling. Kompot, qanaqa qilib bo'tdan chiqasan endi? Mayli qishloq qilib bo'ldi. Rostdan bo'tdan chiqib ketaman. Hozir bu yoqqa qanaqa chiqsam bo'ladi? Bo'tdan mayli sizlarga izomrut beraman bo'ladi. Qanaqa izomrut? Bizlarning vazifalarimizni bajarasan. Qanaqa vazifa qishloqlar? Mayli, men hammasiga tayyorman. Iltimos, bo'tdan chiqazinglar meni. Sizlar bilan so'rashmadim shekilli do'stlar. Hozir to'xtanglar, chiqazinglar rostdan meni. Vazifalarni qolgan narsalarni bajarib beraman. Kompot, bo'lmasa bizga ashura aytib ber. Nima? Qanaqa qishloqlar yaxshiroq vazifa beringlar, boshqa narsa beringlar menga. Qishloqlar, men bo'tdan chiqmoqchiman, bo'tib turolmayman, hozir tushib ketaman, bo'tga rostdan. Kompot, bo'lmasa bizlarni masxara qiluvdi-ku, sen to'g'rimi lava quyuvding bizlarni. Endi biz sani ustimizga lava qo'yamiz, buyoqqa sen tamom bo'lasan endi. Qanaqa qiynalganimizni bilasan, sani ustingdan lava qo'yib yuboramiz buyoqqa. Hozir biz lava olib kelaylik endi, kompot, hali qo'yini ko'rsatamiz deymiz, masxara qilishni yaxshilab ko'rsatib qo'yamiz. Nima deyapsizlar? Qishloqlar qanaqa lava kerak emas. Men axir fake lava qo'ydim-ku yoqqa. Haqiqiy lava qo'ymadim-ku qishloqlar. Hammaysizlar do'stlar, men otim kompot yeyman. Yangi videomga xush kelibsizlar. Hammasini o'zingizlar ko'rdinglar, hammasini eshitdinglar do'stlar. Ko'ryapsizlarmi qishloqlar nimani masxara qilishmoqchi ekan? Hozir lava olishga ketishdi. Lava ustidan qo'yarsam men o'laman, ko'taman bo'laman do'stlar. Eslatib, men ularni masxara qildim. Kim ko'rmagan bo'lsa, xullas, men qishloqlarni masxara qildim. Chunki men uyimni portlatib yubordim. Shuning uchun ularni masxara qildim. Mana shu qishloqlarni asamga tegadigan prosta takularni masxara qilganim yo'q edi. Prosta tak qilganim yo'q. Prosta tak nima qilaman ularni masxara qilib. Prosta ketishdan lava olishga. Shuning uchun men bo'tdan tezroq chiqib olishim kerak. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Men bo'tdan chiqishim kerak do'stlar. Bitta kelavati turibman, hozir yiqilib tushim bir gapda. O'shaning uchun sal o'rtoqda turishim kerak-da. Hozir qishloqlar yana kelsa rostdan alam olishadi. To'xtanglar. Menga bloklayotmanglar, duo turing. Yo'q, tushgan yerda suv bor ekan-ku. Shaxt ekan u yerda. Shaxtdan suv oqayotgan ekan. Shu yoqqa sakrasam, lekin chiqa olmayman shaxtaga. Bo'tdan chiqa olmayman. Menda bitta dona blok yo'q-da. Voy. Qana bo'ldi. Yaxshi hamki risk qildim-da do'stlar. Yaxshi hamki sakradim shu yoqqa. Noma'lumcha qo'rqinchli bo'lmadi, chunki oddiy suv ko'p o'tirgan tushardim. Chachita be hozir shaxtaga tushmoqchiman. Shaxtada balkim nimadir bordir. Davay. Shaxtaga kirib olamiz.
Obbo, ehtiyotroq bo'lish kerak. Suv juda ham ko'pligi. Men tushib ketaman pastga. Shu men shaxtaga chiqib olishim kerak. Hozir opay bor, qo'rqib ketdim. Men sandan ham suvni yopib qo'yish kerak ekan. Bloklar olib nima qilishni ham bilmayman. Bloklar olib deb chiqib qolsam ekan. Qorong'u yotibdi hamma yoq. Menda fakelam yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Virusdan skrafit qilolmayman. Yerdan chiqib qolsam ekan. Men yopib qo'ya qolay buni birinchi bo'lib, keyin o'yimizni nima qilishimizni. Yo, blokdan borib yoqqa chiqa olmayman, lekin do'stlar, qishloqni ko'rib qolsa yana chiqayotganim yo'qolashdan shu men doskani olaman-da, o'zimga birinchi bo'lib Versax crafting qilishim kerak. Versax crafting qilganimdan keyin o'zimga kirka qilaman, shaxtamizga chiqa olamiz o'zimiz ham. To'xtanglar, menga Versaxga 4 ta doska kerak, ya'ni yana bor ekan. O'sha qayam tez borib doskalarni olishim kerak ekan, bo'lsa menda 3 ta bo'ldi уже, yana bitta kerak edi do'stlar. Shuning uchun men yerlarni olamiz-da, o'sha yoqqa boramiz. Mana bo'ldi 15 dona oldimmi? Shu yoqqa borishimiz kerak. Qishloq yo'qmi? Yo'q, qishloqlar yo'q ekan. Juda ham zo'r bo'lmasa, o'sha yoqqa borib olishim kerak, doskalar olishga. Yusha do'stlarni men Versax crafting qilaman. Davay sakrab olamiz. Ketdi bu yoqqa. Ana bo'ldi, bu yoqqa ham kelib oldi. Men do'stlarni olishim kerak. Shaxtdan nimadir qilishim kerak do'stlar. Shaxtdan kirkash crafting qilib o'zimiz shaxtamiz topishimiz kerak. Qaysi tarafda o'zi maslida adashmasam, sal o'rroq yursam, birinchi bo'lib men Versax crafting qildim, keyin albatta kirka kerak bo'ladi. Bizga nimadirlarni qazish uchun, lekin daraxtli kirka umuman bo'lmaydi. Ajoyib temirli nima sandiq sizlar ko'ryapsizlarmi? Oyda sandiq turgan ekan, qarang bor ko'rlik. O'zi sandiq yoniga nima bor ekan o'zi sandiqda. Qo'rqib ketdim ham narsalarni. Maylis kerak bor ekan bu yerda yonida sandiq. Kim bu sandiq qoldirib ketgan? Wow, Mamet, uy almaslar bor ekan, вообще avtomat bor ekan, imomnaqa shlem bor ekan, almasni do'stlar juda ham ajoyib bo'ldi. Endi men almasni kirka qilsam ham bo'ladi. Davay opa, ana almasni kirka oldim, avtomat ham bor, shlem ham bor. Endi o'zimizdan 13-qishloqda shaxtamiz bor. O'sha yoqqa borib olsam bo'ldi do'stlar. Shu yoqdan tepaga chiqib olaman. Shaxtadan katedroldan joylan, to'g'ri, bemalol tepaga chiqib olaman, keyin tepaga chiqqandan keyin video yoqaman sizlarga. Ketdi. Ana bo'ldi, наконец-то, mayes keldim, наконец-то. Qishloqlarni kuttirmayam ekan, qattan ham kuttirardi, bilmaydik. Ular hayron hozirga chiqqanimmi? Yo'q, просто ularga ko'rsatmayman. Mametda bekim olamiz, o'tda yo'q ekan. Qishloqni uylam, albatta qo'shni uyda. Uy katta-ku, o'shancha hamma qishloqlar o'sha yoqqa yig'ilgan. Men qanaqadir qilib o'zim uyimga o'tib olishim kerak, lekin qanaqa qilib mayli chiqib qolamiz ham. Hali ko'rmayotganda sekin o'tdan chiqib olsam, yugurib olsam ekan o'tga. Davay yuguramiz. O'lik qo'rqmasin deyman. Tez bu yoqqa kirib olishimiz kerak. Qana bo'ldi. Qishloqlarga ham ko'radi mana bo'ldi. Mana shu yoqqa bekib oldim. Vaqtinchalik endi men kichkina uylarni oldiga o'tishim kerak. Hozir o'tsam ko'rib qolishadi mana o'yindan. Ana bo'ldi, bu yoqqa ham o'tib oldim. Orqadan kelaveramiz. Bo'ldi, bo'tdan meni hech kim ko'rmaydi ham, hech kim xabari ham yo'q. O'zim uyimga to'xtaylar, o'zim uyim eshigida yo'q, qanaqa qilib men katta o'yinlar ko'rib qolishadi. Menga o'xshab qarab qoldi, katta o'yinlar ko'rib qolishadi. Men mayli farqi yo'q, men uyimni sindiramiz, bunga loyiq. Maylimni qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Nima qilamiz bor edi. O'zimiz sirli sandiqni ochamiz. Sirli sandiqimda albatta menda bunaqa o'rdak bor, qazilashda menda dinamit bor, dinamit. Do'stlar, dinamitdan hozir portret tashlayman deyman, pushkalar ham bor menda. Mana masxara qilishmoqchimni o'xshamadi. Qishloq qilib mana olinglar sizlarga. Nima qabul qanaqa qilib chiqib qolding va chumarma qolsam o'ti qabul. Bor yaxshiroq ovozingni o'chirginsam. Boshqa qishloqlar ham borlaring bo'tda. Chiqas qabul, nimani qanaqa qilsam o'tdan chiqib qolding? Nima farqi bor qanaqa qilib chiqqanim, lekin sizlar bo'tdan chiqa olmaysizlar, chunki mamlani qaraylar, vashi yomon ketdi. Kaput, nima qilganing bu? Xalqimizni olamiz-ku. Kaput. Ana bo'ldi, hammasi yo'q bo'ldi. Qishloqlar dars o'tib qo'yishdi. Menga tegish kerak emasligini. Bu oxirgacha yo'q qori, bu umuman kerak emas. Endi hozir qishloqlar kerak bo'lsa qurib oladi. Bu teshamagan ham yaxshi bo'lsa. Bunaqa ishlardan keyin portlaganni qaraylar. Hamma yoni juda ham ajoyib bo'ldi do'stlar. Bo'lmasa, xullas bugun o'zingizlar ko'rdinglar nimalar bo'lib ketganini. Bu chuqur yana yo'q qilish kerak. Bu chuqur qazib qo'yish kerak. Qancha qazishgani kerak bu chuqur butun kecha qazishgandir.
shuncha qiynalib men qo'rqaman deb o'ylashibdi. To'g'ri aytgancha boshida qo'rqdim, lekin umuman qo'rqmadim keyin. Chunki bildim o'sha nima qilish kerakligini. Endi shaxtdan so'q o'tgan ekan, o'shandan keyin hamma narsa boshlandi. Qishloqlik emas, mani masxara qilish, lekin men qishloqlikga masxara qilish. Xullas do'stlar, videoni oxiriga ham yetib qolibsizlar. Bo'lmasa sizlar bilan qarashim kerak. Bugun meni qishloqlik masxara qilmoqchi, chunki men ularni masxara qildim, lekin meni masxara qilmasdan ularni masxara qilib qo'ydim. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasam, keyingi videolarimni kuzatishga davom etinglar.